Hurmatli Mirziyoyev, prezident seni ham qoningda, badaningda qon oqayotgan chiqar, banda chiqarsan, ya xudo olmasdan, davay telefon nomerimni qoldiring, gaplashaylik, prezident bo'lsang ham. Yevording O'zbekistonda Karimovga keling. Bor Karim. O'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqorat qilmasligi uchun o'zini vazifasini tugul bajarib qo'ysin-da, keyin gapirsin. O Karimning dardi hammani qamadi. Men 4 marta sudlanib chiqdim, 14 yil umrim o'tib ketdi. Endi odamlarni ham o'ylaysizlarmi, sizlar ana qilish kerak, mana qilish kerak, falon po'kindi faqat og'izda ko'prasalar, 4 milliondan oshiq odam chet elda yuribdi-yu, xor bo'lib biladi. O'zbekman, xor qo'rdlaring O'zbekistonni biladi. Bosh men terrorist emasman, boshqa emasman, o'sha yurtning bandasiman. Bitta oddiygina, kichkinagina bir odamman. Senga o'xshagan odamman. Sen ham bir qarshi yerga borib chiqsan. Hurmatingni ham, o'zingni ham xalq nima desa to'g'ri. Hurmatli Mirziyoyev, senga bitta zo'r sekret aytaymi? Rossiya bilan Xitoy o'zini oltinni olib chiqib ketdi, qolgan mamlakatlarda hammasini oltinni sun'iy qilib Amerika bilan Shveysariyadan olib ketdi. Bir tiyin ham oltining qolmadi, bilasanmi shuni? Nimaga xalq aytmaysan shuni? Shveysariyaga joylagan qilaman. Sen bilan qanday qilib baylanish iloji bo'lmayapti? Hurmatingni bir iloji boricha saytga chiqar, nomerlaringni, xalq sen bilan gaplashsin. Karimovni o'ldirding, gunohlarni tiqding, endi sen boylikni hammasini o'rayapsan, Abu Sahiylar deb o'zlashtirib olding. Qarochi vijdoning bo'lsa, adekvatni so'lasa, bunday yaxshi gaplar bilan gaplashging keladi. Yurtboshimiz, deputatlarimiz hammasi yaxshi deging keladi. Hech bola yaxshi emasda, hammasi o'g'ri, hammasi o'g'rilaydi, hammasi o'zini qonini ichib prikol qilyapti. O'zbekiston prezidentini haqoratlasa, endi 5 yilga qamaladigan yangi zakon chiqarib qo'ydingmi? Shuncha to'yganing yetmadimi? Yevropaga savogan chiqarsan, villalarda mashina olgan chiqarsan, taxtni bo'shatib qo'y bilan vijdoni bor o'zbek qarasinlar qo'y. Nima qilib qo'yding 5 yil? Yo'q, qiziqda qarapayam xalq bilan nalog to'laydi, svetga, gazga, unga deb pul olasanlarda, hamma forma kiyib yuribsa, qoning to'q, tagingda mashina bor, uydagilar odamlar bilan non yo'q uyda biladi. Vijdoningga qo'yam o'zbeklar u biladi. Sizlar hammang o'ttashish. Misol Andijondagi bo'lgan qirg'inni sizlar o'ylaysizlarki, prosta hammasi uyushtirilgan narsa deb. Karimovning o'zini politikasi bo'ldi. Akromiylar deyapti, hammasini biz xalqni otib tashadi, xotinlar, bolalarni otib tashadi. Nimaga ko'zlaring ochilmaydi? Qo'rqoq qilib qo'ygan, bosimda ostida ushlagan. Qarochi Mirziyoyev, sen uzoqqa bormaysan. Sen qo'lingdan kelmaydi prezidentlik. Sirada bo'shat narxi oddiy fuqaroga berdilar. Ozgina bo'lsa, mayli o'g'irlasan u ham, yesan, qornini to'ydirsan, lekin xalq ham o'ylaydigan odamga ber. Sen xalqqa hech bola qilib bermading. Shunaqa hurmatli Mirziyoyev, Miramonovich, kimsan, Shavkatmisan biladi, yo'q bunlar. Men jonimdan to'ydim. Keyin bilaring jo'natda, meni olib ketmay Qozog'istonda Ostonadaman. Bilay, lekin bor-u, seni ham vijdoning yo'q ekan. Men yaxshi